Hürmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Sürgündü Hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısında görüşənləri qızğın qarşı alırıq. Biden hakimiyyəti Amerika parlamentidən Tayvanga 1 milyard 100 milyon dollarlıq qurol setishni tasdiqlashni talab qildi ekan. İsrailiya Bazar bexatarlik şirketining aytishicha, Xitoyning Twitter hisobotining kam degandimi 15%ning bot bo'lishi mumkin ekan. Axborotdan tarqalayotgan so'zlardan ma'lum bo'ldiki, vatandagi vaziyat kundan-kunga og'irlashib ketmoqda. Qurtuluşning birdan-bir yo'lining mustaqillik ekanligini anglatib, dunyoni zilzilaga solmagan g'ofildir. Tunda tafsiliy mazmunlarini diqqatga sunamiz. Axborot vositalarida tarqalayotgan sinliq ko'rinishlardan ma'lumki, vatandagi vaziyat kundan-kunga nacharlashib ketgan. Yotamızsa, ya tirikçilerinin makanı hatırcam bulmuşsa, bu ne mümkün değil. Yani kemisen, hani Kur'an-ı bırak ölüdü. Ama kalla cini az kaptı. Xitoy virusni bahona qilib, insonlarni uylariga so'lgan. Ishiklarga temir quluplar selingan. Hatto mol chorvalariga qarashga ruxsat qilmagan. Jonli egisi bo'ladigan Sharq Turkistondagi turklar va uning uloqlari yashashdan, nafas olishdan mahrum qoldirilishga urinilgan. Xitoylar Uyg'urlarning xonalariga ko'z qamashtiradigan Uyg'ur an'anaviy kiyimlarini kiyib, Uyg'urcha naqshiga tankash qilib, usul o'ynab bazma qilishgan. Biz ota-bobolarimiz qoldirgan Allohga yaqinlashish, yurtni, vatanni, ata-ana va qarindoshni, do'stlikni suyish, qo'g'dash, qadrlash, va'daga vafo qilish, to'g'ri durust bo'lishni tashviq qiladigan naqshi muzikalardan buzuqchilikni, ko'ngil ochishni, tomosha qilishni maqsad qilgan, kishini g'aflatda qoldiradigan naqshi muzikalarga yuzlanib ketganligimizdan va buning xumorlariga aylanib qolganligimizdan Xitoy obdan foydalandi. Biz yana buningdan ibrat olmay, g'aflatda qoldiradigan naqshi muzikalarni chet ellardami taraqqiy qildiryapmiz. Qaysi davlatga borsa, shu davlatning axlatxonasida chidir tikib yashaydigan siganlarga o'xshash g'aflatda qo'ydigan naqshlarimizni aytib, usullarimizni o'ynayapmiz. Hatto ba'zilar vatandagilar o'zlari qo'zg'aladi, ondan ozodlikqa erishadi deydigan qarashlarni o'ttirib qo'ydi. Vatandagilarning qo'zg'aladigan, dasturdiganga imkoni yo'q. Qo'zg'aladigan bir dunyoda yashayotgan biz. Axborot vositalarida bu zulmni beshidan oxirigacha dunyoga anglatmagan, qurtulishning birdan-bir yo'lining Sharq Turkistonning mustaqilligi ekanligini dunyoga jar silib zilzilaga keltirmagan g'ofildir, jahildir. Oxiratda og'ir hisob berguchilardir. Biden hakimiyeti Amerika parlamentidan Tayvanga 1 milyard 100 milyon dollarlik qurol setishni tasdiqlashni talab qildi ekan. Politika to'rining 29 avgust kunidagi xabariga qaraganda, ahvoldan xabardor kishilarning aytishicha, Biden hukumati parlamentdan Tayvanga 60 dona paraxodga qarshi boshqariladigan bomba va 100 dona boshqariladigan bombani o'z ichiga olgan 1 milyard 100 milyon dollarlik qurol setishni tasdiqlashni rasmiy talab qilishni planlagan. Bu xabar parlament boshlig'i Nancy Pelosining o'z-o'ziga hujum bo'lgan orolni ziyorat qilib, Beijingning Tayvanni ayiritish va qo'rqitish urinishini ayblaganligidan, Xitoyning har kuni Tayvan bo'g'ziga davomli urush paraxodi va aeroplan avatganligidan bir necha hafta keyin e'lon qilindi. Bu texnik dastlabki bosqichda turayotgan bo'lib, 355 milyon dollarlik 60 dona AGM-84L Harpoon Block 2 boshqarilgan bomba va 85 milyon 600 ming dollarlik 100 dona AIM-9X Block Sidewinder 2 boshqarilgan bomba, 655 milyon 400 ming dollarlik kuzatish radar to'xtamini o'z ichiga oladi ekan. Sidewinder boshqarilgan bomba Taybeyning Amerikada yasalgan F-16 kurashchi aeroplanini qurollantirdi. Biden hukumati buni rasmiylashtirgandan keyin Demokratlar partiyasining raisi va Kengash palatasining tashqi munosabatlar komiteti, shundaqla Avam palatasi tashqi munosabatlar komitetidagi Jumhuriyatchilar partiyasi qaror qilinishdan burun setishga imzo qo'yishi kerak. Millat vakillarining setishga imzo qo'yishi ehtimolga yaqin. Har ikki komitetning vakillari fikr bayon qilish talabiga darhol javob qaytarmagan. İsrailiya Bazar bexatarlik şirketining aytishicha, Xitoyning Twitter hisobotining kam degandimi 15%ning bot bo'lishi mumkin ekan. İsrailiya Bazar bexatarlik şirketi bexatarlik supsi bozordagi xaridorlarning to'r bekatlarini ziyorat qilish orqali botga o'xshash innovatsiz iqimni suzib aniqlab chiqdi. Ular Twitterdan xaridorlarning to'r bekatlariga e'lon va organik ulanishlarga erishadigan bot va boshqa saxta hisobotlarni ko'ra oladi, shundaqla tekshira oladi. Oldingi oyda u 879 ming qitim ziyoratni tekshirib, botlarning qaysi to'r bekatdan kelganligi va bot hisobi ochgan davlatni aniqlab chiqdi. Tahlilda ko'rsatilishicha, Twitterdan xaridorlar to'r bekatigacha bo'lgan barliq iqim miqdorining 7,15% bexatarlik shirkatining yumshoq detali tarafidan innovatsiz deb belgi qo'yilgan.
İsrailiya Bazar bexatarlik şirketi Amerikadagi davlat bexatarlik organiga selishtiruvga bo'ladigan shirkat bo'lib, uningda İsrailiya Sarxil axborot bo'limining sobiq a'zolaridan tarkib topgan 8200 nafar kishi ishlaydi. İsrailiya Bazar bexatarlik şirketi yer shari setish bo'limining mas'uli Daniel Avtalning ko'rsatishicha, bu shirkat faqat Twitter'dagi e'lonlarni yoki Twitter'dagi organik ulanishni chekadigan bot hisobotini qo'lga tushirganligi uchun Twitter'ning umumiy iqim miqdori amaliyotda ko'rinarlik yuqori bo'lishi mumkin ekan. Bu sonliq ma'lumotlarning Xitoyning bot hisobotining ilgirki doklatiga mos kelishi, Twitter'ning Elon Muskning 44 milliard dollarlik ijtimoiy aloqa shirkati setib olish va'dasiga amal qilishga qistab sud mahkamasiga arz sunishi bilan tang keldi. Elon Musk Twitter'ning butlarning ijtimoiy aloqa to'riga parokandachilik selish darajasini yoshirganligini aytdi. Yaqında Twitter'ning sobiq bexatarlik yetakchisi Peter Mujzatko Twitter boshqarishda supadagi botning haqiqiy sonini to'liq tekshirish va tushunish uchun harakatlantiruvchi kuch va boylikning kamchiligini aytdi. İsrailiya Bazar bexatarlik şirketi ilgari 5 million 200 ming tor bekiti iqimini ziyorat qilgan. 5-oydagi dokladagi butun bir yillik iqimda Xitoyning Twitter iqimining 29%ning inovatsizligi bayqalgan. Yer shardagi barliq Twitter iqimining 11,7%ga inovatsiz deb belgi qo'yilgan. Bazar bexatarlik şirketining aytishicha, Twitterdan boshqa hech kim barliq Twitter abonentlari va ularning faoliyatidagi sonliq ma'lumotlarni ziyorat qila olmaydi ekan. Shunga bu sababdan boshqa yerga ketish uchun Twitterni chekkan kishilar va botlar haqida tekshirish olib berish İnovatsiz tweet hisobotlarini tekshirishning eng yaxshi usullari bo'lishi mumkin. Men bir mustaqil Bosniya Cumhuriyatini qurish uchun barliq tinchlik shuarlarini emas, hayotimni qurbon qilishga tayyor bo'ldim. Men hargiz tinchlik uchun egilik huquqdan voz kechmayman. Yaxshi inson bo'lmay turib, yaxshi musulmon bo'la olmaymiz. Ammo davlat qurishga erisholmasak, ne yaxshilik, ne insonlik, ne musulmonlik hammasi yo'qoladi. Bir so'zni esinglardan hargiz chiqarmanglar. Davlatning qanchalik muhim ekanligini hammamiz tunib yetmekimiz lozim. Davlatsiz bir millat laylab qoladi, shamolda so'rilib tugaydi. Ko'z oldimizda davlat qurishdan muhim vazifa yo'q. Davlat qurish mangulik musulmonlikdir. U bir zaytun daraxidir. O'zining jannatiga ko'ngil bilib, avlodlarga zamin tayyorlashning g'amini qilmaganlarning musulmonligi o'zining o'limi bilan tugaydi. Ular yerda bir qurib tugaydigan samang'ulliq o'simliklardir. Davlat qurish uchun qurbon bo'lishga tayyorlangan bir nasl har qachon kuchidan ortiq meva bera oladi. Ali Izzat Begovich. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rgan uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.